Assalomu alaykum metan propan uz obunachilari. Bugungi chizig'imiz 30-iyun 2026-yilgi metan propan optim narxlarini tanishtirib o'tamiz. Qani do'stim? Tak. O'rtoqlar, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa, polностью informatsiyalar berishga harakat qilamiz. Metan propan ustanovkasi bo'yicha. Bu yoqda bunday Tucson mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga 63 litrlik Belarusskiy ballonda propan ustanovkasi beryapmiz. Bitta zapravka bilan xudo xolasa taxminan 700 km atrofida yuradi. Endi u ham zapravkasiga haydashiga bog'liq. Belarusskiy ballon, turetskiy armatura, termotrubka fittinglar bilan montaj qilib beryapmiz. Oldi qismiga ketgan zapchastlarimiz oldi qismiga Alex blok upravleniyadan foydalanganmiz. Polshaning originali. Reduktorlarimiz Nordic AT09 bo'lgan, italyanskiy original matli boltligi. Polностью hid chiqarmasligi uchun fragment original ishlang, original xomutlardan foydalanganmiz. Real italyanskiy ko'mli farsunka bilan ustanovka qilib berdik. Bu bezni uchun ishlaydi. Bu zapchastlarimiz hammasiga 1 yillik kafolati bor. Bu mashinamizga ustanovkamiz narxini 4 million 400 ming so'm qilib beryapmiz. Nimadagi skidkadagi narxi. Bu yoqda yana bitta Nexus 3 mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga metan ustanovka qilib beryapmiz. Bu komplektda 90 litrlik. Akamiz sal budjetliroq variant tanladi. Stag 200 GoFast miya, X reduktor, rail farsunkalar bilan zapravkalarni yevro qilib ustanovka qilib berganmiz. Orqa qismiga 90 litrlik metan ballon qo'yib berdik. Bonus taglariga rezinkalarni ustanovka qilib, hali ustanovka jarayonlari ketmoqda, xudo xolasa. Pulchatillarni ham mana bu yerga joylaganmiz. Klient xohishiga binoan 4-pakani ustanovka qilib berdik. Keyin zapchastlar bo'yicha yana yangiliklarimiz bor, xudo xolasa. Zapchastlarni ham bitta ko'rsatib, birga birlik kopiyalar chiqqan originallari bilan farqlashni o'rgatib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu videomiz hammaga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Yuring zapchastlar ko'rsataylik. O'rtoqlar, yana skidkani davom ettiryapmiz, xudo xolasa. Nexus Gentra kubotlarga zapchastlarimizni ko'rsatib o'taylik. Xolasa Alex, xolasa Stag, xolasa Yevropa gaz brendidan blok upravleniya qo'yiladi. Farsunkalarimiz xolasin Valtek farsunka bo'ladi, toza italyanskiy. Bu toza italyanskiy, xolasini Adax farsunka qo'yib beramiz, xolasa Relic ko'mlik farsunka qo'yib beramiz. Bu originali. Buni ham birga lyuks kopiyalari bor. Adashmaslikni nima qilamiz? Maslahat beramiz. Mash komplekt bilan reduktorimiz Nordic AT09 bo'ladi. Bu toza italyanskiy matli boltligi bo'ladi. Xudo xolasa bizda aldov yo'q. Original dedikmi, original chiqadi, xudo xolasa. Любой joyga borib tekshirtirib olishlari mumkin. Qarang. Italyanskiy reduktor, italyanskiy farsunka, Baltik farsunka tanlaylik. Xo'p, xolasin Alex, xolasin Yevropa gaz, xolasin Stag firma bilan. Xo'p, Basiko bilan aytaylik. Mash komplektimizning narxini hozirgi kunga 2 million 800 ming so'mdan ustanovka qilib beramiz. Nexus Gentra kubotlarga 47 litrlik zapaskasining joyiga gaz ballon bilan. Skidkadagi narxi. Keyin Onyx Trackerlarga ham xuddi mash komplektimizda 3 million 100 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishlari mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib kelsa, shumkalarni bonus qilib beramiz. Tak, farsunkalar joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyin metan ustanovkalar bo'yicha ham yangiliklar bor, o'rtoqlar. Xuddi o'sha komplekt Stag, xolasin Alex, xolasin Yevropa gaz blok upravleniya qo'yiladi, X original reduktori qo'yiladi. Ko'rsatib o'taylik. Bu originali. Buni ham podelkasi bor, birga lyuks kopiyalari bor. Bu Adax degan. Mashi bilan italyanskiy farsunka bilan 4 million 300 ming so'mdan skidka berganmiz. Nexus Gentra kubotlarga metan ustanovkamiz narxini 90 litrlik gaz ballon bilan. Keyin xomutlarni ham propan ustanovkamizga
original xomut bilan, rossiyskiy xomut bilan ustunovka qilib beramiz. Oddiy xomut ishlatilmaydi xudo xolasa. Hech chiqmasligiga 1 yillik kafolat beramiz. Zapchastlarga 1 yillik garantiyasi bor. Gaz balonga metan qo'ysa 15 yillik, propan qo'ysa 10 yillik kafolati bor. Gaz balonlarimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Gaz balonlarimizda ham xili bor. Xolasin shaffof, xolasin vikor balonlari tanlaveradi, narxi bir xil. Bu qatordagi mana shaffof balonlar, bu vodiyniki, bu ham vodiyni zavodi. Vikor shaffof, xolasin vikor balon tanlasa, narxi bir xil. O'zgarmaydi. 65 litr, 90 litr, 30 litrlarimiz hozirgi kunga Xitoy kelgan. Xitoy original 2026 balon, 15 yil kafolati bor. Bu yoqda propan balonlarimiz Belarusskiy, Turetskiy, Xitoyki, o'zimizniki xohlagan turdagi gaz balonlar bor. Endi ko'pchilik Belarusskiyni nima qo'ydirishadi. Belarusskiy balonlardan ham xillardan olib kelib qo'yganmiz. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Obuna bo'lib kelganlarga xudo xolasa alohida bonuslarimiz bor. O'rtoqlar, manzilni tushuntirib o'tamiz. Manzil Toshkent shahardan, Toshkent tarafdan keladigan klientlarimiz uchun yo'l Surxondaryo 20 talik zapravka deydi hamma. To'g'riga Guliston, o'ngga Samarqand yozib qo'yilgan, Samarqand Jizzax. Samarqand Jizzaxni Jizzax Samarqand tarafga burilmaysizlar. Mo'stagidan to'g'ri Gulistonga qarab yuramiz. Mo'stagidan to'g'riga Gulistonga qarab yuramiz. Примерно 4 kilometrdan keyin o'ng qo'lda yo'lni bo'yida keladi. U joyini ham hozir olamiz. Bo'ka, mana через Bo'ka keladigan toshkentlik klientlarimiz uchun ham mostdan tushib, aylanib, razvorat qilib, most tagi bilan Gulistonga qarab yuramiz. O'tganimizda maytda benzin zapravkamiz bor, shaffof metan zapravka chiqadi. Undan ham dash to'g'riga yurib ketaveramiz. O'ng qo'lda yo'lni bo'yida keladi, примерно 4 kilometrlardan keyin. Hozir yana bir ko'rsatamiz, anodizdan, ya'ni o'zini. Gaz balon o'rnatamiz, mana metan o'rnataveramiz biz. Sirdaryoliklar. Masdan. Kelib bersalaringiz bo'ldi. Arzon va sifatli deb qo'yibdi. O'rnataveramiz, xullas. Pul bermasalaringiz ham mayli o'rnataveramiz. Kelsalaringiz bo'ldi. Metan o'rnataveramiz, pul bermasalaringiz ham o'rnataveramiz degan joyim qo'yarsiz ham bo'ladi. Benzin o'rtoqlar olamiz. Benzin zapravka chiqadi. Benzin zapravkadan keyin peshoxodniy svetofor bor. E'tibor beramiz, yo'lning o'rtasida yo'lning ikkala tarafiga ham qaragan radar bor. O'sha yerdan, o'sha radarning tagida o'ng qo'lda keladi. Servis 3 ta 4 yozilgan, Yevropa gaz, Optim gaz balon o'rnatish.